Assalomu alaykum. Bu Alfazun aniqliklar markazi. Men Usmonov Shohrux. Bugun sizlar bilan burchaklar va masofalar mavzusini eng oson va mantiqiy uslubda o'rganamiz. Bu mavzuga tegishli bir nechta tushunchalar va qoidalar mavjud. Birinchisi bizda nisbat. Nisbatni masofalar va burchaklarda ko'rib chiqamiz. Masofalarda kesmani ko'rib chiqamiz. A, S, B kesma berilgan bo'lsa, misolni shartida A, S taqsim S, B. Ya'ni bular 2 u 3 nisbatda deb berilgan bo'ladi. Bu degani A, S dan 2x, S dan B gacha 3x degani. Bizda umumiy nisbatlarni qo'shadigan bo'lsak, 5x teng deylik A, B ni 50 cm berilgan bo'lsa, bu teng bo'ladi 50 cm ga. Xo'p, shunda x imiz 10 cm kelib chiqadi. Demak, A dan S gacha bizga 20 cm, S dan B ga 30 cm. Bu masofalarda burchaklarda A, O buni uzr S, B burchaklar berilgan bo'lsin. Burchaklarda mana bunday belgilanish bor. Ozgina kichkina qilamiz. Bunaqa belgilanish bor. U, A, O, S shunday burchak berilgan bo'lsin. Bu degani o'rtada turgan harfi shu burchakka tegishli. Ya'ni A, O, S burchak berilgan. Ya'ni o'rtada turgani bu O, ya'ni mana bu alfa, ya'ni bu alfa. Shunday burchak so'ralgan bo'ladi. Nisbatlarda burchaklarga aloqador joyi deylik burchak A, O, S burchak A emas burchak S, O, B berilgan bo'lsin. Bular 2 u 3 nisbatda yana berilgan bo'lsin. Bu degani A, O, S 2x, S, O, B 3x degani. Bizda umumiy burchak 5x bo'lyapti. Deylik buni 100 gradus deylik umumiy. Ya'ni burchak A, O, B 100 gradus. Ya'ni x bizda 20 ga kelib chiqyapti. Ya'ni A, O, S burchagimiz 40 gradus. Bu burchagimiz 60 gradusga kelib chiqyapti. Umumiy qo'shganimizda yana 100 gradus kelib chiqyapti. Xo'p, bu nisbatlar. Burchaklar keladigan bo'lsak, mavzuyimizda mana bunday berilgan bo'ladi. Bu qoida. Ya'ni ochib tashlang. Bunday tekis bo'ladi 90 gradus. Ya'ni mana bunday bu belgi 90 gradus degani. Yozuv burchagimiz bor. Bu to'g'ri burchak degani. To'g'ri burchak. To'g'ri burchak. Yoyiq burchagimiz bor. Bu 180 gradus. Yoyiq. Yoyiq. Bu yoyiq burchak. Chek. Xo'p. Bizda bisektrisa. Bisektrisa nima? Bisektrisa bu bizda berilgan bo'ladi, deylik A, O, B burchak berilgan bo'lsin. A, O, B burchagimiz deylik 60 gradus. Mana bu yerimiz 60 gradus. Bisektrisa degani shu burchakni teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni bunday. Ya'ni bu bisektrisa bo'lsin. Mana bu yerimiz 30 gradus bo'ladi. Bu yerimiz 30 gradus bo'ladi. Bisektrisa qoidasi bu. Hop, bizda keyingi tushunchamiz o'lchov birliklari. O'lchov birliklari bizda soatlarda, masofalarda, tezliklarda ko'p o'lchov birliklarimiz bor, lekin bugun bizga tegishli bo'lgan, kerakli bo'lgan o'lchov birliklari bu santimetr, metr, detsimetr va soatda minut, sekund, soat. Hop, santimetr. Bizda 100 santimetrimiz
1 metrga teng. Buni ko'p bog'lash mumkin. O'zingizlar keltirib chiqasizlar uni. Bizda 10 detsimetrimiz 1 metr. Shular yetarli deb o'ylayman. Minut, sekund, soat. 60 sekundimiz bizga teng 1 daqiqaga. 60 daqiqamiz bizda 1 soatga teng. Shular yetarli deb o'ylayman. Mavzuni boshlasak bo'ladi. Men toplardan chiqaman, mustaqil o'zingiz yurishlarni ishlasangiz bo'ladi. A'dan Bgacha 12, Bdan Cgacha 8 ekan. Bizda umumiy masofa so'ralyapti. Bu yerdan bu yerga chiqamiz. Ya'ni qo'shib qo'yamiz 20. Hop, uchinchi savolimiz. A'dan Bgacha 12 bizda umumiy masofa 30 ga teng ekan. Ya'ni bu yerdan bu yergacha 30 cm ekan. 30. Bizda B'sini so'rayapti. Ya'ni bizda teng nima tuzib olamiz? 18 plus x teng 30 ga. X teng 12 ga. X teng 12. Hop. Birinchi savolimiz bu yerda nisbat, ya'ni AB taqsim BC teng 5 taqsim 4 nisbatda. Ya'ni A'dan Bgacha 5x, Bdan Cgacha 4x deyapti. Bizda umumiy masofa berilgan ekan. Nisbatlarni ham qo'shib olamiz. Nisbatlar uzunligi, ya'ni 9x teng 36 ga umumiy masofamiz. X teng bu yerda 4 ga kelib chiqadi. Bizga so'ralayotgan narsa A'dan Bgacha, ya'ni 5x necha qiymatda so'rayapti. Ya'ni bu bizda 20 ga teng. 6-chi savol, 7-chi savol. Xo'p. A'dan Bgacha 2x, Bdan Cgacha 2x, Cdan Dgacha 3x ekan. Bizga mana bu qiymat so'rayapti. Xo'p, A'dan Bgacha 2x ekan. Uni qo'shilyapti. Cdan Dgacha 3x taqsim Bdan Cgacha 2x. Bularni qo'shib olamiz. Tepa 5x taqsim 2x. X lar qisqarib ketadi. Ya'ni bizda 5 u 2 nisbatda. 9-chi savol. Xo'p, B AB teng BC, ya'ni bu yer x, bu yer x ekan. CD va D ga teng ekan. Bu y, bu ham y ekan. Bdan Dgacha, ya'ni Bdan Dgacha 20 ekan. Ya'ni x plus y teng 20. Bizda A ni so'rayapti, umumiy masofani. Bizda umumiy masofa 2x plus 2y. Shuni so'rayapti bizda. Bu yerda 2 dan olib chiqamiz. X plus y teng so'roq. Bizda x plus y ning qiymati bor. Shuni bu yoqqa olib kelamiz. 2 ko'paytirilgan 20 teng 40. Bizdan A'dan Y'gacha 40 ekan. Hop, 11. AC 24 ga teng. Ya'ni AC 24 ga teng. B'ni so'rayapti bizda. B va D. Shu yer so'ralyapti. Hop, bizda umumiy masofa bilan qo'shib olamiz. 2x A'dan C'gacha bo'lgan masofani qo'shib olamiz. 2x plus 1 plus 2x plus 3. Bularni qo'shib oladigan bo'lsak 4x plus 4. Bu teng 24 ga. Hop, bu yerda 4 larni chiqarib olamiz. X plus 1 teng 24. 4 ni bo'lib oladigan bo'lsak, 4 ga bo'lib oladigan bo'lsak 6 bo'ladi. X teng 5 ga kelib chiqyapti. Ya'ni bu yer 5 bo'lsa, bu yer qiymati 13 bo'ladi. Shunda B D teng 18. 13 nisbat ekan. Hop, A C taqsim C D teng A B taqsim B C 2 1 nisbat ekan. Ya'ni A'dan C'gacha x bo'lsa, 2x bo'lsa, C'dan D'gacha x ekan. Hop, A'dan B'gacha 2x bo'lsa, 2y bo'lsa deylik. B'dan C'gacha mana bu yergacha y ekan. Hop, buni chetroq chiqamiz. Bizda A'dan beribdi. Umumiy masofa. Ya'ni 3x, bizda faqat x ni inobatga olyapmiz hozir. 45 ga. X teng necha? 1 15. Hop. X qiymati kelib chiqdi. Bdan bizda B ni so'rayapti. BC. Hop, endi bularni o'chirib tashlab ko'rsam. Bu yer bizda 30 ga teng, bu yer 15 ga teng. Bizda nisbat bo'yicha boya mana bular uchun oladigan bo'lsak, endi A'dan Bgacha 2y, Bdan C'gacha y. Ya'ni 30 ning qiymati teng 3y ga, y teng 10. Bizdan Bdan C'gacha, ya'ni y teng 10. 15-masala. 15-masala. Hop, bizda aytyaptiki, hop, mana bu yerdan 5 ligini bloklik bo'lar ekan bundan. Bu yerlar x, y ekan. Hop, biz umumiy masofaga qo'yamiz. 2x plus 2y plus 5 teng 30 ga. Bu yerda 2 dan olib chiqib tashlaymiz, 5 ni arqamga o'tkazamiz. X plus y teng 25. X plus y'imiz bizda 10q 5 ga kelib chiqadi. Bizda so'ralayotgan masofa KL, ya'ni KL. Bizda x plus y ning qiymati bor va ortiga 5 ni qo'shib qo'yishimiz kerak. 10q 5 plus 5. Buning qiymati 17 5. 17 5. Hop, 12 va aytyaptiki, bizda faqat bitta to'g'ri javobimiz bor. A, B, C. Ya'ni A'dan Bgacha 8 uch ekan, Bdan C'gacha 2 uch ekan. Shunda 10 6. Ya'ni 8 3 ga 2 3 ni qo'shsak 10 6 bo'lyaptimi? To'g'ri tenglik. Demak, A, B, C nuqtalarining qaysi biri qolgan ikkitasining orasida yotadi. Ya'ni A, C kesmaning o'rtasi B kesma yotibdi. B nuqta yotadi. 19. A, B, C nuqtalari uchun A, B 15, B, A, C 20, B, C 35 ekani ma'lum bo'lsa, nuqtalar orasida qaysi yotadi? Ya'ni bu ham sira tushunyapsizki, 15 ga 20 ni qo'shsak 35 ga chiqadi. Ya'ni A, B, C nuqtalari olingan bo'lsa, A'dan Bgacha 15, A'dan C'gacha uzr, xato ketib qoldi. Kesmalar berilibdi. Umumiysi, ya'ni B, C 35, A nuqtamiz. Hop, A'dan Bgacha 15, bu yerga 20 ekan. Qo'shsak 35 kelib chiqadimi? Demak, tenglik, to'g'ri tenglik va bizda bu kesma A va B kesmalari orasida A nuqta yotadi. 21. To'g'ri chiziqda A, B, C nuqtalari ko'rsatilgan tartibda olingan. Agar, ya'ni teng bo'lsa,
A va S kesmalar o'rtasidagi masofani toping. Yana bizda ketma-ket joylangan ekan. A, B, S, D. A, B, S, D. Hammasi 8 ga teng ekan. Hop, A, B va S, D o'rtalari orasidagi, ya'ni ularning o'rtalari, ya'ni bu yeri 4, bu yer ham 4, bu yer ham 4, bu yer ham 4 bo'ladi. Kesmalar orasidagi masofani toping. Ya'ni biza mana bu masofani so'rayapti, mana buni. Bu yergacha bo'lgan masofa 4 plus 4 plus 8. 16. 23-savol. AC kesmani A uchidan boshlab 2-3 nisbatda bo'luvchi B nuqta olindi. Ya'ni A uchidan boshlab 2-3 nisbatda bo'luvchi B nuqta olingan. Bu 2x deyapti. Bu yeri 3x deyapti. Hop, AC kesma uzunligi, ya'ni umumiy kesma uzunligi 25 ga teng ekan. AB kesma uzunligini toping. Ya'ni bizda mana buni so'rayapti. Umumiy bizda 5x teng 25 ga. X teng 5 ga. Bizda AB ni so'rayapti. 2x so'rayapti, ya'ni 2 ko'paytirilgan 5. 10 ga teng. 25-savol. A, B, S va D nuqtalar ko'rsatilgan tartibda bir to'g'ri chiziqda yotibdi. Ya'ni buni chizib olamiz birinchi bo'lib. A, B, S, D. Bir nuqtada AC taqsim S, D, AB taqsim B, S teng 2/1 nisbatda bo'lsa, hop, biza A dan S gacha bo'lgan masofa 2x va S dan D gacha bo'lgan masofa x ga teng. Hop, A dan B gacha y ekan. B dan S gacha 2y ekan. Hop, AD teng 27. Ya'ni bizda x lar bilan umumiy qiymatni olamiz. 3x teng 27. X teng 9. BD kesma uzunligini toping. BD. Mana bu qismini so'rayapti bizda, mana bu qismni. Hop, bizda A dan S gacha bo'lgan masofa 2x ga teng. Bu bo'lgan masofa bizda 18 ga teng bo'lyapti yana. Hop, ya'ni endi y lar uchun qo'llaymiz buni. Bizda y plus 2y. 3y teng 18. Y teng 6. Y 6ligiga kelib chiqqan bo'lsa, bu yer 12 bo'ladi. Ximiz 9 chiqqandi. Hop, endi B dan D gacha bo'lgan masofa 12 plus 9. 21. 27. A, B, S nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi. A, B, S nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi. AB ning qiymati 600, BS ning qiymati 400 bo'lsa, 400 cm bo'lsa, AC kesma uzunligini toping. Ya'ni qo'shib qo'yamiz. 600 plus 400 teng 1000 cm yoki 1 metrga teng. 10 metrga ekan o'zi. ABC nuqtalar bir to'g'ri chiziqda yotadi. A, B, S. AB 1200. BS 400 cm. AC kesma uzunligini toping. Yana shu narsa 1200 ga qo'shib qo'yamiz. 400 ni teng bo'ladi 1600. Bu ham bo'ladi. Kerak emasdir, bilmadim, 16 metr yoki 1600 cm. Javobga qarab bizning burchaklar endi. Hop, A, O, B, ya'ni A uchun ishlaymiz. O tomonga tortamiz, B. Bizda mana 30 gradus ekan.
B O'si 20 ekan berilibdi. Bizda A O'sini so'rayapti. Ya'ni A uchun ishlaymiz. O S. Ya'ni bizga mana burchak kerak ekan. Biz shuni so'rayapti. Ya'ni 30 gradusga qo'shamiz 20 gradusni. Bu bo'ladi 50 gradus. Bizga so'ralgan qiymat 50 gradus. Xo'p, nisbatlarda kelibdi. Bizda x qiymatini so'rabdi. Ya'ni berilgan burchak topamiz. A, O, S ni so'rayapti bizda, ya'ni bu. So'ralmayapti, 63 gradus deb berilibdi. Demak, 2x plus x teng 63 gradusga. 3x teng 63 gradus. X teng 21 gradus. X teng 21 gradus. Bizda shuni so'rayapti. Hop, 35-savol. Bizda yoyiq burchak aytib o'tdim boya. Umumiysi 180 gradus bo'ladi. 180 gradus. Hop, bizda A, O, B ni so'rayapti, ya'ni x qiymatini so'rayapti. Bizda x plus 50 gradus teng 180 ligi bor, x teng 130 gradus. Hop, so'rayotgan narsa shu. A, O, B qiymatini toping. Ya'ni bu ya'ni yoyiq burchak. Hop, umumiy 3x ga teng ekan. Teng 180. Bizda x teng 60 lik kelib chiqadi. Ya'ni 60 gradus. Bizda A, O, B ni so'rayapti. A, O, B. Bu tomonni so'rayotgan ekan. Bizda x qiymati bor. 2 ko'paytirilgan 60 120 gradus. Ya'ni bizdan so'rayotgan joy 120 ga ursa ekan. Hop, uni 36 ishlab ketibman. Hop, keyingi toqqa o'tib ketamiz, mayli. Bular ishlasa bo'ladi. Hop. Bizda so'ralayotgan narsa x ekan. Ya'ni bu dars boshida aytib o'tdim, 90 gradusga teng. Hop, bizni qo'shib olamiz. Bu qiymat. Hop, x minus 10 gradus. X minus 10 gradus plus 90 gradus. Bizda agar yoyiq bo'lganda 180 ga teng bo'ladi. Bizda yana 180 bor, ya'ni 360 ga teng bu. 360 gradus. Hop, x ni qo'shib olamiz. Plus bizda 120 gradus teng 360 gradus. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga o'tadi. 120 ni nari tomonga o'tkazaveramiz. Hop, 20 2 ga bo'laveramiz har tomonni. X teng 120 gradus. Bizda x so'rayotganda 120 gradus. Hop, 41-savol. Bizda boya dars boshida tushuntirmanman. Hop, bizda vertikal burchaklar bor, qo'shni burchaklar bor. Demak, ikkita kesma kesishganda bizda bu alfa, bu beta bo'ladi. Ya'ni alfa va beta qo'shni burchaklar bo'ladi. Vertikal burchaklar degani, ya'ni beta burchakning to'g'risida, ya'ni vertikalida beta burchak yotadi. Alfa burchak ham xuddi shunaqa qoida, ya'ni vertikalida alfa burchak yotadi. Bu vertikal burchaklar hisoblanadi. Bizda hozirgi vertikal burchaklar kelyapti. Birinchisida. Hop, ya'ni bu burchak bilan bu burchak teng. Boya aytib o'tganimdek, ikkalasi ham teng bo'ladi. Vertikal burchaklar qoidasi 2x minus 40 teng bo'lyapti x minus 10 ga. Hop, ma'lumlar bir tomonga, noma'lumlar bir tomonga. Hop, x ni bu tomonga o'tkazamiz. Yo'q o'tkazadigan bo'lsak 30 gradus. Ya'ni x teng 30 gradus. 43-savol. A, O, S. A, O, S. Burchak ichida B nuqta olindi.
burchakdan 3 marta katta, ya'ni B burchak olinibdi, yana kesma. Hop, AOB burchak BOS burchagidan, ya'ni burchak AOB burchak ABOS burchakdan 3 marta katta. Ya'ni bu 3 marta katta ekan. Ya'ni AOB bizda x bo'ladigan bo'lsa, hop, to'g'ri ketib qoldi. Demak, BOSni x deb oladigan bo'lsak, AOB bizda 3x ga teng bo'ladi. BOS teng x ga. Hop. Bizda AOSni qiymatini beribdi. Ya'ni bizda umumiy 4x bo'ladigan bo'lsa, shu 64 gradusga teng ekan. Bizda BOSni so'rayapti. Hop, x teng bu yerda 4 ga bo'laveradigan bo'lsak 16. Ya'ni BOS nuqtamiz 16 gradus. Yoyiq burchakning 5/6 qismi necha gradusni tashkil etadi? Yoyiq burchak bu 180 gradus hisoblanadi. 80 gradus. Hop, necha qismini tashkil topishini topish uchun qism formulasi bor, ya'ni ko'paytirib qo'yamiz. Bularni qisqartiradigan bo'lsak 30 150 gradus. Qo'shni burchaklardan biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Ya'ni qo'shni burchaklar bu bizda alfa va beta. Burchaklardan biri ikkinchisidan 20 gradusga katta. Ya'ni alfa teng beta plus 20 deb olsak bo'ladi. Ixtiyoriy burchak. Xo'p, alfani o'rniga endi betani qo'yaveramiz. Bu teng beta plus 20. Bu ham bizda yoyiq burchak hisoblanadi. Endi mana bu qismiga qaraymiz, ya'ni mana bu to'g'ri chizsak bo'ladi buni. Shunda bizda yoyiq burchagimiz beta plus 20 gradus. Yoyiq burchagimiz bizda 180 gradusga teng. 2 beta teng 160 gradus. Beta teng 80 gradus. Bu burchakni toping. Xo'p, bizda alfa teng 100 gradus. Beta teng 80 gradus. Qaysi birini so'ragan bo'lsa, o'shani yozib qo'yamiz. Qo'shni burchaklar berilibdi yana. Beta, bu yer alfa. Birining 2/5 qismini ikkinchisining 10% tashkil qiladi. Ya'ni alfani 2/5 ko'paytiradigan bo'lsak, ikkinchining hop, bu foizlar mavzusi, ya'ni beta teng deyapti. 0.1ni alfaga ko'paytiramiz. Hop, betani o'rniga biz 0.1 ko'paytirilgan alfa deb yoza olsak bo'lar ekan. Bizda yoyiq burchak bo'lib qoldi. Ya'ni bitta kesma o'tkazamiz. Bu yer alfa deyapti, bu yog'ini bu yog'i 0.1 alfa. Ya'ni bizda yoyiq burchak teng alfa plus 0.1. Bu 2/5 edi. Hop, 0.4 alfa teng 180 gradus. Qo'shib oladigan bo'lsak 0.5 alfa teng 180. Alfa teng 360. Hop, shu burchakni toping. Agar buni so'rayotgan bo'lsa 36 gradus. 36 gradus. Hop, buni so'rayotgan bo'lsa 2/5 ko'paytirilgan 360. Hop, 2/5 360. Hop, buni hisoblab oladigan bo'lsak 72 ko'paytirilgan 2 144. Hop, 51-chisi OB. Hop, OB keyin AOS burchak bisektor hissasi. Ya'ni aytayaptiki, bu yer alfa, bu yer ham alfa. Ya'ni burchaklar teng deyapti. Hop,
AOB 25 gradus bo'lsa, ya'ni AOB 25 ligi berilibdi. Umumiysini topish kerak ekan. Shunda alfa bo'ladigan bo'lsa, bu yer ham 25 lik kelib chiqadi. Hop. Umumiysi bizda 50 gradus. 53 OD YOS burchakning besektrisasi. Ya'ni bu besektrisa bu yer alfa bo'lsa, bizda YOS, ya'ni bu yerga ham alfalik kelib chiqyapti. SOB berilibdi. Bu ham alfa 32 bo'lsa, DOS ni toping. DOS ni toping, ya'ni alfani toping deyapti bizda. Hop, bizda umumiy yoyiq burchak kelyapti. 86 plus 32 plus 2 ta alfa. Ya'ni bu yer 2 ta alfaga teng. Mana bu yer 180 gradus. Qo'shib oladigan bo'lsak, 2 alfa plus 8 11 180. Hop. Noma'lumlar bir tomonga, ma'lumlar bir tomonga. 2 alfa teng 62. Alfa teng 32. 31 gradus. Hop, 55-si. OD va OB mos ravishda burchak besektrisalar. Ya'ni bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa deyapti. Bu yer beta bo'lsa deyapti. Bu yer ham beta deyapti. DOB 50 gradus bo'lsa, YO umumiysini toping deyotgan ekan. Hop, buni tashlaymiz. Bizda alfa plus beta teng 50 gradus deyapti. Bizda umumiysi 2 alfa plus 2 betani so'rayapti bizda. Hop, bunda ikkilarni chiqarib tashlaymiz. Qavsdan tashqariga alfa plus beta so'rayapti bizda. Bizda alfa plus beta bor. 50 gradus qo'yamiz. Ya'ni bizda YOA burchagimiz 100 gradusga kelib chiqyapti. 57-savol. Burchakning hop bunaqa burchak berilibdi. AOB burchakning OS besektrisasi. Ya'ni bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa bo'ladi deyapti. AOB 40 gradus bo'lsa, alfani toping debdi. Bizda 2 ta alfa 40 gradusga teng. Ya'ni AOB 40 gradus deyapti, mana bu yerda 40 gradus. 2 ta alfa teng 40 gradus, alfa teng 20 gradus. Bizda AOSini so'rabdi, ya'ni alfaga teng bu. Hop, 59-si. Burchakning besektrisasi uning tomoni bilan 25 graduslik burchak tashkil qiladi. Burchakning o'rnini toping. Burchakning besektrisasi uning tomoni bilan 25 gradus tashkil qiladi. Burchakning o'zini toping. Ya'ni bu yer ham bu yer alfa bo'lsa, bu yer ham alfa qoidasi bor edi. Bu ham 25 bo'ladi. Shunda bizda 50 gradus bo'ladi. 59-si. Hop. 61-savol. Soatning minut mili 8 minutda necha gradusga buriladi? Ya'ni bizda soat mili mavjud. Kichkinaroq bo'ladi va soat minut mili bo'ladi. Minut mili, ya'ni 360 gradus aylanib chiqqanda bu 60 daqiqa o'tadi. Ya'ni 60 daqiqada 360 gradusga aylanadi. Bizda o'shani 8 minutda necha gradusga buriladi deyapti. Buni hisoblab olamiz. Proporsiya qilamiz. 360 ko'paytirilgan 8 teng 6 60 x. Ya'ni buni hop, x topoladigan bo'lsak, 360 ko'paytirilgan 8 taqsim 60. Bu kelib chiqadi bizda 8 gradus. Ya'ni 8 minutda 8 gradusga buriladi. Soat mili 30 daqiqada necha gradusga buriladi? Bizda umumiy 60 daqiqa bor. 60 daqiqada 360 gradus aylansa, ya'ni 60 daqiqada 360 gradus aylansa, teng yarmi necha gradus bo'ladi deyapti. Buni shunchaki 2 bo'lib qo'ygan bo'ladi. Bizda x kelib chiqadi 180. 65-savol. Soatning soat mili 40 minutda necha gradusga buriladi? Ya'ni aytayaptiki, soat mili 60 daqiqa o'tganda, ya'ni soat mana katta mili bitta aylanib kelganda
jo'yib qaytib kelganda mana bu soat mili 30 gradusga buriladi. Ya'ni buni boya ko'rib chiqqandek, soat mili 12 soat 360 gradus, 1 soatda 30 gradusga aylanadi. Ya'ni 60 daqiqada bizga 30 gradusga burilsa soat mili bu 40 daqiqada necha gradusga buriladi deyapti. Bunda proporsiya qo'shgan bo'ladi, bo'lib o'rsagan bo'ladi. Xo'p, bunda bo'lib o'radigan bo'lsak 3 taqsim 2 teng 30 taqsim x. Bo'lib o'radigan bo'lsak 10 x teng 20. Ya'ni soat mili 20 gradusga buriladi. 67-savol. Soat 1:20 bo'lganda soat mili va soat mili orasidagi masofani toping. 67-savol. Soat 1:20 bo'lganda soatning minut va soat mili orasidagi burchakni toping. Aytayaptiki, biz soat olamiz. Bu yer 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 deylik. Hop, soat mili 1 ko'rsatgan ekan. Bunisi 20 gradus. Hop, 20 minut. Har bittasi bilamiz 5 minutdan va 30 gradusdanligi ma'lum. Ya'ni soat 1 bo'lgancha 30 gradus yuradi. Hop, qo'shimchasiga daqiqani ham hisoblash kerak ekan bu yerda. Ya'ni daqiqa qancha surilgan sari soat mili ham surilib boriladi. O'shani hisoblashimiz kerak. Ya'ni bizda 1 soatda hop 60 daqiqada soat mili 60 daqiqada 30 gradusga buriladi soat mili. Bizda 20 daqiqada shunda x gradusga buriladi. Nisbat oladigan bo'lsak 3 teng 30 taqsim x teng 10 gradus. Ya'ni bizda mana bu yerda soat mili 20 ni ko'rsatayotganda точный 30 gradus emas ekanda ozgina yana burilar ekan. Hop, bu 40 gradus ekan. Shunda 20 daqiqa bo'lganda mana normalda necha gradusda bo'lishini topa olamiz. Ya'ni 20 daqiqa, hop, 60 daqiqa, 360 gradus. Har doim xatolik ketib qolyapti. 360 gradus. 20 daqiqada necha gradusga burilishini topamiz. 3 teng 360 taqsim x. X teng 120. Ya'ni mana bu yergacha 120 ekan. Buni tizimda ko'rsataman yana. Normal. Hop, soat mili 40 gradus. Soatning minut mili bu yergacha 120 gradus ekan. Ayirib qo'ysak orasidagi masofa kelib chiqadi. 120 dan 40 ga ayiradigan bo'lsak 80 gradus. Hop, 69-savol. 69-savolda yana soat milini minut miliga bog'lashimiz kerak. Ya'ni 60 daqiqada 30 gradusga buriladi har soat mili. Hop, bizda 30 daqiqada necha gradusga burilishini topishimiz kerak. Bu 15 gradus bo'ladi. Ya'ni soat tutib oladigan bo'lsak 1, 2, 3. Taxminan mana bu yerda bo'lardi agar 00 bo'lganda daqiqasi. Bizda normal 90 gradus va daqiqasi 30 daqiqa o'tgandan keyin bu yana 15 gradusga burilar ekan soat mili. 15 gradus. Hop, endi 30 daqiqa o'tganda necha gradusga soat minut mili necha gradusga burilishini topamiz. 30 daqiqada x 60 daqiqada 360. Bu yerda qisqartirib olsak bo'ladi. Bu yer 60 bo'ladi. X teng hop 180 gradus. Hop, tizimda ko'rsatsam bo'ladi. Normal deylik. Soat mili shunda bizda mana bu yerda bu yergacha 105 gradus. Hop, minut mili mana bu yerda turibdi 180. Bu yergacha 180 mana bu yerda 180. Bir-biridan ayirib qo'yadigan bo'lsak kelib chiqadi. Hop, 180 dan 105 ga tashlaymiz. Bu bo'ladi 75 gradus.
71 sodda uslubini qidirdim, topolmadim. To'g'rirog'i buni arifmetik geometrik progressiya qilib ishlash kerak. Alfani chiqarib yuboramiz. 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 va hokazo. Beta 1 plus 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 4 va hokazo. Xo'p, bizda qo'shni burchaklar debdi, ya'ni beta bir alfa. Alfa plus beta bizga teng 180 gradusga. Xo'p, shuni bilib bu yerda geometrik progressiyani qo'llaydigan bo'lsak, q teng 1 taqsim 2. Xo'p, bizda s n formulasi bor. Cheksiz kamayuvchi uchun geometrik progressiya, ya'ni birinchi xada minus 1 taqsim q. Xo'p, o'chib tashlaymiz. Bu yerda birinchi xada 1 ga teng. Xo'p, 1 minus 1 taqsim 2. Hisoblaydigan bo'lsak 2 bo'ladi. Ya'ni buni qiymati 2 teng, buni ham qiymati 2 teng. Ya'ni bu yerda bo'lyapti 2 alfa plus 2 beta. 2 alfa plus beta ga teng ekan. Hop, bu yerda 2 ni olib chiqib tashlaymiz, alfa plus beta. Qo'shni burchaklar boyagi tushuntirgan narsam 180 gradusga teng. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 180. Bu ham bo'ladi 360 gradus. Hop, 73-savol. Burchakning sinusi 3 taqsim 5 ga teng. Bu burchakka qo'shni burchakning sinusini toping. Ya'ni sinus alfa teng 3 taqsim 5 deyapti. Qo'shni burchaklar bizda ma'lumki 180 ga teng. Ya'ni alfa teng 180 minus beta. Xo'p, buni sinuslab oladigan bo'lsak ham bo'ladi. Sinus 180 minus beta. Trigonometriya bo'yicha ma'lumki bizda 180 dan betani ayiradigan bo'lsak, musbat oraliqqa to'g'ri keladi va pi da o'zgarmaydi. Sinus alfa teng sinus betaga bo'lib qoldi. Shunda burchakning sinusi qo'shni burchakning sinusi o'shanga teng bo'lib qoladi. Ya'ni sinus beta teng yana 3 taqsim 5 ga. To'rtinchisi, A va B burchak ichida D nuqta olindi. Ya'ni A B D nuqta olindi. AOD 42 Foto 32 ekan. OS nur OB burchakning bisektrissasi bo'lsa, ya'ni mana bu yerdan o'tgan bo'lsa OS DOSini toping. Xo'p, buni yaxshiroq chizadigan bo'ladigan bo'lsak, xo'p, mana bunday qilamiz. Bu yoqdan D nuqta, bu yoqdan S nuqta o'tkazildik. Xo'p, bu D deylik, buni S deymiz. Bu yerda O deymiz, bu yerda B, bu yerda A deymiz. Xo'p, bu yerani aytyapti 42, bu 32. Demak, bisektrissiya bilamiz 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda umumiy burchak 74. Buni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 37. Hop. Ya'ni bu yerdan, mana bu yerdan bu yoqqacha 37, bu yergacha ham 37 bo'ladi. Hop. Mana bu yerni so'rayapti bizdan. Agar 37 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda 5 graduslik ma'lum bo'ladi bizga. Hop, 77-si. A va B burchak ichida D nuqta olindi. Yana shunaqa savol. Hop, 78. A va B nuqtalar orasida A va B nuqtalar orasidagi masofa 500 cm. B va C nuqtalar orasidagi masofa 400 cm. 400. A va C nuqtalar orasidagi masofani toping. Bizda bo'lishi mumkin 900 yoki bo'lishi mumkin A nuqtani o'rtaga olib. Shunaqa. Xo'p, A nuqtani o'rtaga oladigan bo'lsak, B, A, C. Ya'ni bu 500, bu 400 bo'lishi mumkin. Xo'p.
900 cm bilan 400 cm bo'la olishi mumkin bizada. Hop, 80 savol. A va B to'g'ri chiziqlar 20 gradus ostida kesishadi. A va B. A to'g'ri chiziqning B to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrigi 20. Ya'ni mana bu yerga tepdi. A1 20 ekan bu yo'q. Xo'p. B to'g'ri chiziqning A to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrigi, ya'ni bu mana bu yerda 20 ekan yana. B1 bo'lsa A1 va B1 to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani toping. 3/20. 60 gradus. Hop, iqtidorli o'quvchilari Telegram kanalimga joylayman. Kirib ko'rishingiz mumkin. Hop. Bugungi darsimiz yakunlaymiz bo'lmasam, hammasi shundan iborat. Alfazun.